ko'pchiligini qiziqtirgan bir mavzuni davom ettirmoqchiman. Avval sizlar bilan bu Falastin, Iroq, Shom, Libiyada bo'lgan hodisalarning sababi, Sion tashkilotlarini biz haqimizdagi tushunchalari natijasi ekanini gapirgan edim. Juda ko'p odamlardan juda ko'p tashakkurlar, reaksiyalar bildirildi va bunga o'xshagan narsalarni jon omonat bilgan odam yetkazib qo'yish kerakligi hayolimga keldi. Kitoblarni yozish kerak o'zi buni. Qiziqligi bizda mana shunaqangi kuchli tarixiy faktlar, hozirgi bo'layotgan siyosiy voqealarni asli orqasida nima borligi ko'pincha indalmaydi, aytilmaydi. Dunyoda bo'layotgan geosiyosiy hodisalarning orqasida e'tiqod yotadi, din yotadi. Bugun evangelistlar to'g'risida ozgina sizlar bilan o'rtoqlashaman. Evangelist yo'nalishi xristianlikni protestant yo'nalishini bir shoxchasi hisoblanadi. Evangelist tushunchadagi xristianlar ko'proq Amerikada joylashgan. Amerikani o'sha respublikachilarining aksariyati evangelist e'tiqodidagi odamlar. Masalan, Trump evangelist odam hisoblanadi. Va e'tibor bersanglar, yaxshilab kuzatinglar, ular har kuni erta tongda ish boshlashdan oldin ibodat qiladi. Ibodatlarini g'oyalari bor. Ular Masihni kutadi, Masih. Ular butun insoniyat tarixini evangelistlar 7 bosqichdan iborat deydi. 7 bosqich. Odam alayhissalom birinchi bosqich, Nuh alayhissalotu vassalom davri ikkinchi bosqich, Ibrohim alayhissalotu vassalom davri uchinchi bosqich, Bani Isroil davri to'rtinchi bosqich, Iso alayhissalom va cherkov davri beshinchi bosqich, undan keyin katta urush davri bo'ladi. 7 yillik qahatchilik urush bu 6-chi bosqich. Keyin Iso alayhissalom qaytib keladi, 1000 yillik davlat quradi. Xristianlarni, mana shu evangelistlarni yashirin tarzda osmonga olib chiqib ketadi degan tushuncha. Mana shu tushunchalarni ichida 7-chi bosqichga yaqinlashganmiz degan g'oyada hozir ular. Evangelistlarda shu 7-chi bosqich arapasidamiz. Ya'ni 6-chi bosqich yaqinlashgan, 7-chi bosqichni tezlashtirishimiz kerak. Har bir bosqich o'tadi, Masih keladi. Kelib Yahudiylarning hammasi xristian bo'ladi deydi, musulmonlarni qirib tashladi deydi. Xullas, mana shunaqangi e'tiqodlari bor ularda. Bu sizlar uchun bir formula bo'lsin. Hayolingizni bir chekkasida ushlab turing. Nima uchun Amerikadagi evangelist nasroniylar doim Sion tashkilotini, Izraelda davlat quraman degan yahudiylarni, radikal jamoasini qo'llab-quvvatlaydi? Do'stlar, yahudiylarni ham bir qopga solmaslik kerak. Yahudiylarni ham ortodoksal yo'nalishi bor. Ular to Masih kelgunga qadar davlatchilik mumkin emas degan tushunchada ortodoksal yahudiylar bor. Ular ham diniga amal qiladi va ular Sion tashkilotiga qarshi. Tarixda o'sha Sion tashkilotini qurgan Theodor Herzl sionist bo'lgan, dadasi ortodoksal bo'lgan. Theodor Herzlning dadasi ortodoksal, o'g'liga qarshi chiqqan. O'g'li dadasiga quloq solmaydi, butun o'ziga quloq solgan tadbirkor, puldor odamlarni yig'ib Sion tashkilotini qurgan. Endi do'stlar, evangelistlar bilan sionistlar o'rtasida kelishuv bor. Masalan, sionistlar aytadiki, Masihni kutyapsizlarmi deydi? Ha, biz ham Masihni kutyapmiz deydi. Xo'p, Masih qachon keladi? 7-chi bosqichda keladi. Kelgandan keyin baxtli hayot bo'ladimi? Ha, unda tezlataylik deyshadi. Tezlatish uchun nima qilish kerak? Evangelistlar ham o'zlarini o'sha tafsirlarida, o'zlarini tushunchalarida Isroil o'g'illari, yahudiylar O'rta Sharqda davlat qurish kerak. Ularning kitoblarida, e'tiqodlarida shunaqa gap bor. Ular davlat qurish kerak, davlat qurgandan keyin Iso qaytib keladi degan tushuncha bor. Ana shu davlatni qurishda bizga yordam beringlar deydi sionistlar.
Mana shu kelishuv bor bularning o'rtasida. Boshqa hamma g'oyalardan bular o'zlarini maqsadlari yo'lida foydalanadi. Masalan, satanizm tushunchasidagi yo'nalishlar bundan foydalanishadi. Masalan, Epstein yo'nalishi, satanizm. Bundan foydalanishadi. Dunyoni buzg'unchilikka to'ldiradi. Keyin Madagan degan joy bor, o'sha O'rta Sharqda. Madagan. Ya, Magadan degan joy bor. O'sha Magadan degan joyda juda katta urush bo'ladi. Ular bu urushning nomini Armageddon deyishadi. Armageddon. Do'stlar, dunyoda bo'layotgan mana shu harakatlarning orqasida mana shunday e'tiqodiy tushunchalar bor. Siz dunyo bo'yicha inson huquqlari deganda o'zingizni tushunmang. Ular inson huquqlari deganda o'zlarini tushunishadi. Bizning huquqimiz deyishadi. Ayollar huquqi deganda ular o'zlarini ayollarning huquqini nazarda tutishadi. Ular bolalar huquqi deganda o'zlarini bolalarini nazarda tutishadi. Nimaga desa, e'tibor bering, urush bo'lganda musulmonlarning bolalarini maktabigacha ham portlataveradi ular. Chunki u bolalar ularning nazdida huquqi yo'q. Bolalar huquqi ularning bolalari. İnson huquqlari ularning huquqlari. Musulmonlarni inson deyishmaydi. E'tibor bersanglar, Yahudi radikal jamoalarini kattalari, rohiblari tezlatlaring, Isoni kelishini tezlatlaring degan gaplari tarqagan. O'sha tezlatish mana shu shartnoma asosida bo'ladi. Endi musulmonlarda qanday holat bor? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislari mo'jiza ekanligi, Payg'ambar alayhissalom Makkada katta bo'ldilar. Borib Madinaga hijrat qildilar. Va mana shu oralikda shu gaplarni gapirganlarida buncha ma'lumotni o'rganadigan kutubxona yo'q edi Payg'ambar alayhissalom atroflarida. U zot bu hodisalarni hammasini ipidan ignasigacha aytganlar. Asli nima bo'lishligi. Siyonistlar Masihni hali ham kutishyapti. Iso alayhissalomni qabul qilishmaydi. Ya u Masih emas, u Dajjal deyishadi. Muhammad alayhissalatu vassalomni qabul qilishmaydi. U ham Dajjal deyishadi. Yolg'onchi Masih bu deyishadi. Haqiqiy Masih endi keladi deyishadi. Moshiyah deydi ularda, Moshiyah. Masih qaytishligi, Imom Mahdiyni chiqishligi bizning hadislarda ham bor. Bu hodisalar menga bir ajoyib narsani eslatadi. Muhammad alayhissalatu vassalom payg'ambar bo'lib chiqishlari arafasida Yahudi va Nasroniylar xuddi shunaqa bitta narsani tepasida bir-birlari bilan bahslashib o'tirishardi. Yaqinda oxirgi payg'ambar chiqadi, biz unga ergashib, sanlarni adabiyni beramiz derdi Yahudiylar. Nasroniylar aytardiki, u yangi payg'ambar chiqsa, unga biz ergashamiz, sanlarga qarshi u bilan birga urushamiz deyishardi. Muhammad alayhissalom chiqdi, Nasroniy ham ergashmadi, Yahudi ham ergashmadi. Unga musulmonlar ergashdi. Ey musulmonlar, siz Allohning eng suygan bandasisiz, esdan chiqarmang.